Tüylerim çıkıyor. Karnım aç emas, kecha bitta non bilan turibman. Pulim qolmadi, uyni ham pulni to'lash kerak. Mana pul topsam ham bo'lar ekan. Avvallari bankda ishlar edim, haydaldim. Mana meni bankim, o'sha yerda ishlardim, men boy edim. Pulni ham tugamadi, pulini ham bermadim hali. Uyimni qanaqa pulni beraman hali, böyle ertagacha yo'q edi, 4-kungacha pulni bermasam uydan chiqib ketaman. Qanaqa pul topsam bo'lar ekan, hech kim isha olmaydi meni. Akkamcha, qanaqa pul topishni bildim. Akalar, nima qilamiz denglar. Hozir ko'chada aytmay hozir sabzamamga bersam. Qancha akalar, qaniylar. Bankka o'g'irlikka tushamiz akalar. Bankka o'g'irlikka. Uning uchun bizga massiya kerak bo'ladi. O'zimni yashirincha sandiqimda massiyam bor edi meni. Massiyani kiyaman. Hech kim bilmaydi nima qilayotganimni. Do'stimdan qilichini olib turishim kerak. O'g'irlikka tushamiz. Do'stim hozir uyda yo'q. Qulfmikan? U ochiq ekan. Siyishgan bu yoqqa ketgan o'xshaydi. Voy, qilichi yo'q-ku. Voy, nima qilaman? Qilichini olib ketibdi. Qayerdan qilich topsam bo'lar ekan? Nima qilsam bo'lar ekan? Aldayman, bu ish xodimi ham soddaroq. Oy, garang. Bu ham garangda akalar. Garang. Assalomu alaykum, sizga qanaqa xizmat qilish kerak? Qarochi, meni ishga diqqat bilan. Hozir orqamda pistolet bor. Tezroq hammasini chiqarasan yoki seni otib tashlayman. Aka, nima deyapsiz? Hozir politsiyaga telefon qilaman. Politsiya yo'q. Agar bitta telefonni olsang, dal sho'shaman mingdan. Tezroq pullarni chiqar, tushundingmi? Aka. Menga aka dema. Hozir miltiqni chiqarsam, hozir to'xtab tur. To'xtay, biran. Mana yerda orqangizda sandiq bor, o'sha yerdan pulni olsangiz bo'ladi. Mana shumi? Ha, mana shu. Akalar, mana pullar. Menga qara. Buni hech kimga aytmaysan, tushundingmi? Xo'p, aka. Endi menga tegmaysizmi? Iltimos tegmang menga. Mayli, senga tegmayman. Qaytganda bu nimaga bankka kelmayman endi. Voy, kelib qoldilar, nima qilganim o'g'irladim. Voy, meni pullarim. Voy. Mahalla raisiga endi pulni to'lasam bo'ladi. Yaxshi, akalar, eshikni ham almashtirsam bo'ladi endi. Voy, akalar. O'zi yeyishga 3 ta olmam qolgan endi. Voy, akalar, ko'rdinglarmi? Pulim bor endi mening. Mahalla raisiga pulni berib kelay. 16 ta bo'ldi-ku unga. 16 ta. Voy, akalar, ko'rdinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketib qoldi-ku bu. Qayoqqa ketyapsiz? Men ashaqqa ketayotgan edim, qarochi. Nima demoqchi edim? Akmalning uyidan nimaga chiqyapsiz?
Uyla yok idi bu.